Chiqmayman. Sud qarori bor menda. Sud qarori turibdi menda. Men sud qarori bor. Qoch. qarashmaning, qo'llarimni olib skameykaga o'tirib, zaxti Yo'q, shamollab shu yerda shunaqa bo'ldi. zaxti shamollab qoladi. Javob beradi hozir. Men bu murojaatni hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev iltimos qilib so'rayman, menga yordam bering. Men yolg'iz onaman. 3 nafar voyaga yetmagan farzandlarim bor. Boquvchim yo'q. 3 ta farzandim yolg'iz o'zim Toshkent shahar Chilonzor tumanida 13-14 yildan beri o'zim yolg'iz tarbiyalab kelaman. Men bu murojaatni birovdan yordam so'rab yo bir o'g'irlik qilib yo kazob qilib emas, men o'zimni mulkimda o'zimga tegishli bo'lgan 15 yillik peshona terim bilan yiqqan mulklarimni bir zo'ravon Xolnazar Mubin degan noinsofni evaziga qilgan ish evaziga undan zo'ravonlikka uchrab butun mol mulkimdan ajradim. Buni kelib chiqish sababi Xolnazar Mubin meni aldab xotini bilan ishonchimga kirib uyimni sotaman deb 50 ming AQSh dollar hisobida bir tarsoy bezremont uyni boshlang'ich to'lov to'laysiz qolganini 2 yil hisobida to'lab berasiz deb kelishib, og'zaki kelishib to'satdan men shuncha 4800 dollar pul berganimdan keyin to'satdan meni sudga berdi. Sud ham bir tomonlama ko'rib chiqdi. Chilonzor Uchtepa tuman Toshkent shahar Uchtepa tuman sudyasi Hamroyev tomonidan. Hamroyev qo'limda dalillar bo'la turib, menda dalillarimga e'tibor qaratmadi. Qaratmay buning foydasiga Xolnazar Mubin foydasi. Sabab Xolnazar Mubin respublika sanoat qurilishida boshqaruvchi vazifasida ishlardi. Menga bu ipoteka chiqarib berish qo'limdan keladi deb juda katta va'dalar bergandi. Men ma'lumotim oliy bo'lgancha bunga ishondim. Men inson sifatida ishondim. Men bunchalar deb o'ylaganim yo'q edim. Keyin birinchi suddan keyin to'satdan Hamroyev meni Uchtepa tuman sudidan norozi bo'lib apellyatsiya beraman deyishimga qaramasdan bilib turib 1,5 oy chiqargan ijro varaqani bermay yurdi. 1,5 oydan keyin to'satdan MIBga oshirib keyin pochta orqali 45 kun deganda jo'natdi. Shunda ham yana men Toshkent shahar fuqarolik ishlari bo'yicha sudiga topshirishim uchun yana Hamroyevga xat bilan shu norozi bo'lib Toshkent shahar sudiga kassatsiya instansiya sudiga murojaat tashladim, ariza bilan murojaat qildim. Yana ushlab turib shu orada uyimga MIB xodimlari kelib meni 3 ta farzandim bilan butun mol mulklarimni quflab 3 ta farzandim yupun kiyimda hali voyaga yetmagan farzandlarim bilan meni ayolligimdan, yolg'izligimdan, hech kimim yo'qligidan foydalanib meni ko'chaga chiqardi. Men bir kun ko'chada 3 ta bolam bilan yolg'iz qolib ketdim. 2024-yil 25-mart kuni. Qancha yalindim, bir kun 2 kun muhlat beringlar deb. Даже menga buni kech bildim. MIB xodimi ham ayol kishi tayinlangan ekan, shunchalar zamon zo'rdek ekan. Men umuman ko'nglim qoldi O'zbekistonda yashashda. Shunchalar men yoshim 42 ga kirgan bo'lsam, shu yoshimgacha men bunaqa inson ko'rmaganman. Shu bilan bizni ko'chaga chiqarib 27-mart kuni Uchtepa sudini ustidan norozi bo'lib Oliy sudgacha murojaat qilganimdan keyin qayerga qarayapsan deb Oliy suddan telefon bo'lgandan keyin Hamroyev 5 kunda jo'natadigan xatni 15 kun ushlab turib 15 kundan keyin jo'natdi. Men birdaniga Gulapa Shukurlayeva ishda to'xtatilsin,
ijro deb xat jo'natishiga qaramasdan o'sha MIB xodimi qochib ketdi. Uchastka noziri Azam Xudobayev Azamni chaqirdi, mahalla raisini chaqirib, mana meni qo'limda sud qarori bor. Men to sud tugancha yashash huquqim bor deyishimga qaramay, Xudobayev Azamning ko'z o'ngida Xudobayev Azam sharoit yaratib berdi, meni urib tepib, Xolnazarov Mubin zo'ravon urib tepib, meni ko'chaga sudrab, 3 ta bolam ko'z o'ngida urib ko'chaga sudrab chiqib tashlab uyda uxlab ketdi. O'sha kun 02 berildi. Advokat meni boshim mendan xabar olib, o'sha kun bolalarim ko'chada qolib ketgan, advokat uyiga olib ketgan. Shu bilan necha kun yig'lab chiqmagan joyim qolmadi, uyga kira olmadim. Sud qarori qachon chiqishini kutib 2 oy ko'chada yurdim 3 ta bolam bilan. Shu oralarda men 2024-yil 15-may kuni sud bekor bo'ldi. Hamroyevni chiqargan, faqat sud bekor bo'ldi, lekin ijrosi ta'minlanmadi. Mana sizga adolat, hurmatli prezident. Mana sudyalarni qilib o'tirgan ishi oddiy insonni xo'rlash bundan nari bo'lmaydi. Borib Toshkent shahar sudyasi Hamroyev aybini o'zi to'g'rilasin dedi. Hamroyev men bu ishni qilmayman, uyda egasi xohlagan ishni qilishi mumkin dedi. 3 ta o'rtada men sarson bo'ldim. 2 ta 3 ta sudni o'rtasida butun dashi men qaytadan oliy sudgacha chiqishga bir so'm pulim qolmadi. Har bir sudga men bor budim ketdim. Men $4800 pulimga ham kuydim. Mayli yetmaganday butun mulkimni tortib qo'ydi. Shu orada men chiqmagan joyim qolmadi. Xalq qabulxonasidan yomg'ir kuni bo'lib turdi. Yomg'ir kuni iyun oyimida Toshkent shahar prokurorining qabuliga kirdim. 3 ta bolam yomg'ir shar-shar yog'yapti. Uchtepa tumanidagi qanaqa karis bog'ida bu o'tdi. Butun jala yomg'ir meni bolam maykachang oyoqda shattak shilta. Mana shu 3 ta bolani sudrab bordim. Yig'lab, lekin buni dash o'sha kuni Toshkent shahar sudi, Toshkent shahar prokurorimiz ko'rdi bolani ustiga tez borib bolaga kiyim qilib berdi dedi. 3 ta norasida go'dak xor bo'ldi. 3 ta bolaga o'zlari kiyim qilib berdi. Shu bilan katta gapirib Chilonzor tuman prokurori bo'ldi, qilamiz, yordam qilamiz. Shu bilan shu ish qolib ketdi. Keyin Ichki ishlar vazirimiz oldiga kirdim. Ichki ishlar vaziri har payshanba kuni qabul ekan. Normo'mi bilmayman. Qanaqa vazir o'tirgan birinchi o'rinbosar ekan. Uchastkalar ustidan bo'lim boshlig'i o'sha oldiga kirib yig'ladim. 3 ta bolam olib. Bolalarim bitta kiyimda 7 oy 8 oylab maktabga bormadi. Даже o'tgan 2024-yilgi kitoblar topshirilmadi, hali ham topshirilgan. Kiyimsiz ko'chada yurdi, bolalarim xor bo'lib ko'chalarda qoldi 3 ta bolam bilan. Buni lekin prokurorlar ham ko'rdi, ichki ishlar ham ko'rdi, hamma ko'rdi, lekin bu yetim ekan, yetimni hamma chetlab o'tar ekan. Keyin undan ichki ishlar vaziri, sen oddiy bir ijarachisan, uyda egasi xohlagan ishini qilishi mumkin dedi-da meni chiqarib yubordi. Keyin meni oldiga bordim. Yana o'sha kuni mulkimni olib beringlar deb uchastka noziri bilan janjal qilib olib borib uyda egasini chaqirdik. Baribir uyda egasi bilan uchastkaga unday qildi, bunday qildi, kelishdi. Xullas kalom dalolatnoma tuzib berib, Xolnazarov Mubin zo'ravon meni butun mulkimni tashlab yuborganman deb dalolatnoma tuzib berib, xullas qo'ni-qo'shnilar podvalda yashirib qo'yibsiz-ku, Xudodan qo'rqing deyishga qaramasdan podvalni ham ochmadi, meni mulkimni tashlab yuborganman deb mana shunaqa narsalar qilib hozirgi kungacha meni butun mol mulkimni Xudobayev Azam uchastkoyi bilan Xolnazarov Mubin bermay mana ikkalasi ishni yopdi qilib kelyapti. Lekin men hamma joyga chiqmagan joyim qolmadi. Bitta endi ustimda bitta kiyimim bilan 3 ta bolam qoldi, o'zimni o'ldirish qoldi, boshqa hech narsa qolmadi. Nima qilishni bilmay qoldim. Men har bir narsani peshona terimga olganman. Hurmatli prezidentimiz, uchastkoylar shu ishni qilib birovning mulkini shunday tortib olaversa, qonunlar nimaga kambag'alga o'tmaydimi?
Faqat qonunlar zo'ravonlarni himoya qiladi. Xolazar Mubin meni mulkimni, meni peshona terimdan topgan jamiki mulkimni tashlab yubordim deb o'tirib, qaysi qonunga to'g'ri keladi? Bizda konstitutsiyamiz bor, har bir insonning erkinligi bor. Biz demokratik davlatda yashayapmiz. Lekin bitta insonni xo'rlab, ayol boshida yolg'iz ayolni xo'rlab, butun mol-mulkini uchastkoyi bilan qo'shilib, yo'q qilib, ishni yopdi qilish qaysi qonunga to'g'ri keladi? Meni mulkim 300-400 millionlik mulk, bolalarim guvohnomalarichi, meni pasportlarim, meni diplomlarim, jamiki bitta degan har bir narsani men peshona terimga iltimos qilib sizdan so'rayman. Mana shu Xolnazar Mubinga nisbatan va Xudobayev A'zamga nisbatan tegishli tekshiruv o'tkazib, meni mulklarimni va pullarimni olib berishda amaliy yordam berishingizni so'rayman.